Surxondaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda Denov tuman Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan tovlamachilik jinoyati bilan bog'liq holatga chek qo'yildi. 1986-yilda tug'ilgan 2 nafar ayol Denov tumani Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilgan. Murojaatga ko'ra, arizachilarning biri shu tumanda yashovchi. Gumonlanuvchi ayoldan 45 million so'm qarzi bo'lsa-da, qarz beruvchi 128 million so'm pullarni talab qilayotganini, ikkinchi arizachi esa 50 million so'm miqdorida qarzi bo'lishiga qaramasdan 140 million so'm pullarni talab qilayotganini. Bundan tashqari, qarz beruvchi arizachilardan pulni undirish maqsadida Denov tumanida istiqomat qiluvchi erkakni yo'llaganini, zo'ravon erkak esa aytilgan summani tayyorlab bermasa, qarz oluvchilarni hayotiga nuqta qo'yishi bilan tahdid qiladi. Mazkur arizaga asosan joriy yilning 15-may kuni viloyat Ichki ishlar boshqarmasi hamda Denov tuman Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda tumandagi ko'p qavatli uylarning yonida tezkor tadbir o'tkazilganda gumondor shaxslar o'zaro til biriktirib, tovlamachilik yo'li bilan 20 million so'm pullarni olgan vaqtlarda tadbir ishtirokchilari tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Bugungi kunda mazkur holat yuzasidan Denov tuman Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan gumondor erkakka nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, shaxsiy ma'lumotlar bilan bog'liq holatlarda ehtiyotkor bo'ling. Tovlamachilikka duch kelsangiz, zudlik bilan ichki ishlar organlariga murojaat qiling.